Oti nima edi uni? Bugun Marmara baliqxonasida Namanganda yagona bo'lgan, boshqa hech qayerdan topib bo'lmaydigan mangalda baliq tayyorlaymiz. Qani, ketdik. Siz aniq bunaqa baliq yemagansiz. Akalar, bu pangasus balig'ida umuman qiltiriq degan narsa bo'lmaydi. Yosh bolalar ham maza qilib yeyishadi. Kelinglar bir maza qilib dam olib ketasizlar. Endi pishirish jarayoniga o'tamiz. Marhamat. Balig'imiz tayyor bo'lishi uchun mangalni qopqog'ini yopib qo'yib, 25 daqiqa kutib turamiz. Baliqlarimiz qochib ketmasligi uchun zanjirlab qo'yamiz. Okajonlar, bu balig'imizni qaynashini qaranglar. Bu balig'imizni okalarimiz borib o'zlari Karib dengizidan olib kelib pishirishyapti. Karib dengizidan. Okalarimiz ana baliqlarimizni ziravorlarimiz bilan okajonlar, nima deyapti bu? Nima deyapti? Kelinglar bir maza qilib birga o'tiramiz, birga pishiramiz. Xohlasangiz o'zingiz pishirib yeysiz. Faqat biz kuzatib turamiz. Keling, marhamat. Okajonlarimiz, demak baliqlarimiz tayyor bo'ldi. Kelish kerak, ulfatlar bilan o'tirib maza qilib, oila bilanmi, dam olib, maza qilib yeb ichib ketish kerak. Kelinglar, Marmara baliqxonasi esingizdan chiqib qolmasin. Oldindan joy band qilish uchun mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilib qo'yasiz. Omon bo'linglar azizlar, ko'rishguncha.